Ilm pul topish uchun olinadi. Ko'pchilik ota-onalarimizda va yoshlarimizda ilm nima uchun olinadi degan savol tug'iladi. Birinchi faktni aytib o'taman. Ilm Alloh tomonidan bizga buyurilganligi uchun olinadi. Ya'ni har bir mu'min va mu'minaga Alloh tomonidan ilm olish farz qilingan. Buni umuman muhokama qilmasdan ilmni olish kerak. Ikkinchidan, hozirgi odamlar soni oshib borayotgani, raqobat tobora oshayotgani va texnologiyalar rivojlanib borayotgan paytda ilm olish juda muhim. Ilm nima uchun olinadi? Ikkinchi faktimiz keng fikrli inson bo'lish uchun, sizni tinglashlari uchun va sizni fikringiz, bilimingiz kuchliligi uchun sizdan maslahat olgani odamlar kelishi uchun ilm olishingiz kerak. Masalan, siz bitta jarrohsiz. Sizni odamlar dardini aytib, sizdan shifo topish uchun sizni oldingizga kelish kerak. Siz yoki o'qituvchisiz. Sizdan bolalarini o'zi ta'lim olish uchun, bu orqali maqsadiga erishish uchun sizni oldingizga kelish kerak. Shuning uchun ham biz ilm olishimiz kerak. Ilmni siz nima uchun o'rganasiz? Kommentariyada yozib qoldiring.